Assalomu alaykum. Mavlona Boborahim Mashrab yozadilar. Alifni dilga ja qilmoqni bismilladin o'rgandim. Shahid qonini to'kmakni kalomulladin o'rgandim. O'shal kun hashdari jannatini bir bug'doyga sotmoqni tariqi bandalikni odamu Havvodin o'rgandim. Zallamna Rabbanani dilga ja qilmoqni har soat, gunoh qilmoqni man odam Safiyulladin o'rgandim. Ko'zimdin qon to'kib faryod etib man nafha qilmoqni tasadduq bo'lay Nuhi Nabiyulladin o'rgandim. Maqomi ko'hi turda Rabbi arni davi qilmoqni, Xudodin roz eshitmoqni man ul Musadin o'rgandim. Jahon mulkida hargiz toru so'zan saqlamay o'tdi. Maqomati tajarrutni o'shal Isadin o'rgandim. Haqiqat minbari vaslig'a Isoni shafi etdi. Tariqi imtihonni ruhi Armiyadin o'rgandim. Sulaymondek azaldin saltanat taxtiga minmoqni bu yo'lni Asaf ibni ruhi Barxiyodin o'rgandim. Ketinmay 53 yil oxiratining vahmidin kuydi. Qiyomat vahmining ul Hazrati Yahyodin o'rgandim. Tushib boshiga motam dog'i farzandiga o'rtandi. Ko'ngil chakini bil ul Yusufi Barnodin o'rgandim. Baliq qornida Yunus zikri haqini borini aytdi. Kunul zangorini ul Yunusi Donodin o'rgandim. Tanini 73 yil kirmi motam to'ma aylabdur. Maqomi sabrini Ayyubi Baytullahdin o'rgandim. Muhabbat mubtalosi hukmi ul Nuri Ilohidin. Ko'ngil arrasining zikrini Zikriyodin o'rgandim. Saba mahshar kuni ul osi ummatlarga homidur. Haqiqat sirrini ruhi Rasulullahdin o'rgandim. Abu Bakr, Umar, Usmon iymonimning guvohidur. Azalning himmatini Haydari A'lodin o'rgandim. Hasan birla Husayn haq yo'lida jonini topshirdi. Ko'ngil ta'sirini bil Navlai Zahrodin o'rgandim. Kibon saltanat faqrin tanimga mosuvo bo'ldim. Faqirlikni Muhammad ibni Abdulladin o'rgandim. Hamma ayturki Mashrab, muncha ilmni kimdan o'rganding? Xudo lutf ayladi, man barchani Mavlodin o'rgandim.